Dubay ko'z oldingizda ancha o'zgaryaptimi? 2006-yildan beri Ulug'bekka nima deysiz? Mana bitta polasa bo'lgan, mana ketyapmiz hozir. Bitta Oldin polasa shu yerdan, bitta polasa naryoqdan. O'ng taraf bo'sh, chap taraf bo'sh. Mana hozir kelayotgan zdaniyalar, bular bittasi ham bo'lmagan. bir necha yil ichida mana o'zgarishlar katta. Bular 4-5 yil ichida 4-5 yil ichida 2006-2010-yilgacha mana shu o'ng tarafda 100 lab zdaniyalar, chap tarafda 100 lab zdaniyalar qurib bo'lishdi. Hozir ko'ryapsiz. Bo'sh yerlar bo'lganda ham oldin. Böyle cho'l bo'lgan, cho'l bo'lgan. Bu uylar hech narsa bo'lmagan, chap tarafdan bo'lmagan. O'ng tarafda. Mana katta frizonani qurishdi. Mana chap tarafda ko'ryapsizku, hamma qetslardi. Orqa tomon eng katta port chap tarafda. Butun dunyo bo'yicha hamma materiallar o'sha mana shu eng katta Jibolali port deydi, shu yerga keladi. Mana o'sha kelayotgan shaharda 5-6 yil ichida qurishdi. 2006-yilda bu yerga birinchi marta kelganingizda, demak mana shu joylar hammasi cho'l Bo'sh bo'lgan. Katlavallarni qilib sekin o'sha yerlarda boshlayotgan paytlar bo'lgan. Hech kim o'ylamagan yangi Dubay shu yerda bo'ladi. Chunki Dubay faqat o'sha daira taraf, o'sha eski shahar bo'lgan. Biz hozir ketayotgan joyimizga Blue Waters. Bu umuman bu dengiz bo'lgan. Hozir bu dengizda ular o'sha turpog'ini qilib shahar qurishdi. Mana eng koleso обозрения ko'ryapsiz-ku, samma eng katta koleso обозрения. Mana hozir o'sha islandga, o'sha ostrovga ketyapmiz.